haqida gapirmay turing. Sizlar bilan Metrojon. Bugun biz eskicha versiyada Shadowly Minecraftda birozgina survival qilamiz. Bu do'stlar ajoyib bo'ladi. Bu Minecraftni sizlar bitta YouTuberning kanallaridan yuklab olsanglar bo'ladi. Deb men videoni boshladim. Do'stlar, xafa bo'lmasanglar endi. Video oladiganimni ham tiqib qo'yibman shu yerga. Boshladik. Hoppa. Qani. Sizlar mana bitta daraxt ham olib oldik. Hoppa. Tezroq. Do'stlar, bu videomiz 2 qismlik bo'ladi. Shundan do'stlar, bu 2 qismlik video bo'ladi. 2 qismlik qilishimni maqsad do'stlar, endi qiziqarliroq ham bo'ladi deyman, deb o'ylayman. Birozgina. Sizga nima kerak? Albatta kirka tayyor. Keyin tosh topishimiz kerak. Crafting table sindirib olay. Ana ko'ryapsizlarmi, suv ham ancha o'zgargan. Menga suv yo'qdi ayniqsa. O'sha bir atatdan men so'rab ham ko'rdim. Mana qanot qo'shib bo'ladimi deb so'radim, qo'shilmaganda. Shunisi yoqmagan. Bu anaqa Minecraftni qayerdan yuklab olishni men ko'rsatib ham keraman, oxirrog'iga ko'rsataman. Hozirda 25 Xo'sh, davom etamiz do'stlar. Endi birozgina dadam soat so'radilar. Tezroq. Shunchasi yetarlicha. To'g'ri qayerdan chiqdik? Yo, shu yerdan chiqamiz. Faqat devor qilamiz. Buni ham olib tashlaymiz. Endi birozgina uy qurishimiz uchun bizga yog'ochli bolta temirli bolta kerak. Ko'zim o'rab qandaydir qilib to'g'rilashim kerak. Shu bir atanga yozish kerak. Hamma yaxshi. Menga daraxtlar yoqmaydi. Yana daraxtlarni yomon ko'raman. Quyosh yomonligini ko'zini olarkan. Yaxshi. Endi bironta joydan uy qurib olsak yomon bo'lmasdi, yoki to'g'riga qarab ketaveramiz. To'g'ri. Bironta kon topsak yomon bo'lmasdi. Endi hoppa. Yaxshi. Işletken. Bu Minecraft etken canı yok. Nima deydi? Salyut mu dedi? O şey yok bu. Elektrikse yüksek. Lekin mat. Şöyle kon ham toplayıp. Lekin hech balası yo'q ekan.
Do'stlar, iltimos kanalimizga obuna bo'linglar. Bu meni birinchi streamim. Bitta nima qo'ying. Iltimos sizlardan kanalimizga obuna bo'linglar. Agar shunga hech bo'lmasa 25 ta like yig'sangiz yana bitta stream chiqaraman. Bironta serverlardan. Albatta yangi Minecraftlardan do'stlarim. Hozir o'zimga bironta joydan uy quraman. Qurolamiz. Kanalga obuna qo'yinglar. Ana o'zimga kichkinagina shaxsiy orol ham topdim. Koniyam bir qo'yil. Yaxshi. Konni ustidan emas, botda hech narsa qilib bo'lmaydi. Qilib bo'lmas ekan. Yo'lda davom etamiz. Shaxsiy o'lcham bo'lsa bo'lmasda. Shlo'yni hali ham asar yutmay-ku. Naqlaman. Qo'yaman. Do'stlar, videoni shu yerda tugataman. Tamam, bu ikki qismli deganda avvalgidek sizlarga bergan va'damni ham bajaraman do'stlar. Hozir mana shu bitta qilamiz. Va'damni ham bajarib ketay. Hozir qo'yaman dada. Mana ki, mana shu odamning serveri do'stlarim. Akbaro Play yozasizlar, YouTube'ga kirasizlar, keyin mana shu Minecraft'ni qilib chiqargan videosi bor. Buni anaqa kommentariyasida shu video bor do'stlarim. Kanalga obuna bo'linglar. Streamimizni shu yerda tugatamiz. Tugatinglar.